Shodmonqul Salom bilan suhbat uyushtirganmiz. Biz ham o'sha ko'p o'zbekni bittasimiz. Bir paytlar kimyogarman degan ekansiz. Kollejda dars ham berganman kimyodan. Aslida shifokor bo'lamiz deb shifokorlikka ilmimiz kamlik qilib kontraktga tushib qaytib ketganmiz. Men Abdulla akani tanimas ekanman. Abdulla Orifov rolini o'ynash shuncha qiyin ekan, u Abdulla Orifov bo'lib yashashning o'zi qancha qiyinligini sal bo'lsa ham his qildim. Lekin men unday qiyinligini bilganimda boshida rozi bo'lmasdim o'zi. Bu adabiyot dargohi bo'lgandan keyin oyoq bilan artib kiringlar deydi. Asrlarda xalqqa qaytarish kerak. Bu bizning burchimiz. O'ladigan sher o'z vaqtida o'ldirib yuboriladi. Daromad topishni ham hech o'ylab ko'rganmisiz? Sen bilan Surxondaryoni Denovga borishimiz kerak, mol bozoriga. Hammaning orasida lekin yolg'iz bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Mana bugun biz taniqli yozuvchi, publitsist, qisqa qilib aytganda shoir Shodmonqul Salom bilan suhbat uyushtirganmiz. Ko'pchilikdan biz tomonimizga yo'llangan savollarni berib, Shodmonqul Salomdan aniq va tiniq javoblar olamiz. Assalomu alaykum Shodmonqul aka. Va alaykum assalom. Biz bilan suhbatga rozi bo'lganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Avvalo birinchi ham savol tariqasiga, ham sizni tanimaganlarga tanishtirish ma'nosiga ismingizni ma'nosi kelib chiqishi, kim qo'ygan, ma'nosi nima? Ko'pchilik mana shu ism ma'nosi bilan qiziqyapti. Bu o'zbeklarda ichida juda mashhur, ko'p qo'yiladigan ismlarning biri. Biz ham o'sha ko'p o'zbekni bittasimiz. Bobom, otamning akalari, Abdug'ani bobomiz rahmatli. Qishda qor qalin yog'ib, qarsillagan paytda tug'ilganmiz. Xudoning bir shodmon bo'lgan, xursand bo'lib yuradigan quli bo'lsin deb Shodmonqul deb akamizga uyqash qilib qo'yganlar. Akamizning ismlari Mamatqul. Muxlisimizdan kelgan savol, bir paytlar kimyogarman degan ekansiz. Ancha vaqt tarki dunyoyi ham qildingiz deyapti. Bu qanchalik haqiqat? Endi tarki dunyo bo'lganki yo'q. Tarki dunyo qiladigan darajada kuchimiz yo'q. Shu nafsiga ergashgan bir odammiz. Kimyogarligim, men endi kimyo yo'nalishini bitirganman. Bunda bir o'quv yili kollejda dars ham berganman kimyodan. Abituriyentlar tayyorlaganman. Har xil hayotiy ehtiyojdan kelib chiqib ishlaganmizda. Kimyogarlik endi menga juda foydasi ko'p bo'lgan bu kimyoni. Ayniqsa kimyoni ham Shahid To'rayev degan kishi ustozimiz Termiz universitetida analitik kimyo bo'yicha qiziqqanman. Aslida shifokor bo'lamiz deb shifokorlikka ilmimiz kamlik qilib kontraktga tushib qaytib ketganmiz. Keyin kimyo yo'nalishida o'qidik. Keyinchalik adabiyot yo'nalishida ham tahsil bo'ldi. Oliy adabiyot kursida katta ustozlarni ko'rdik, imkon qadar tingladik. Uzlat degani endi shoirman degan kishi bir qalamni orqasidan bir nom tarqatgan, hayot kechirayotgan kishi o'zi qalban doim ham uzlatda bo'lishi kerak. Albatta Yassaviy boboni ortidan g'orga ketib qolmasa ham Naqshbandiy tariqatida aytiladi-ku, hammaning orasida lekin yolg'iz bo'ldi. Bo'la olgin. O'sha uzlat she'riyat uchun eng muhim bir omil. Ko'pchilik sizni shoirlikdan tashqari aktyor deb, haligi Abdulla Oripov obrazida ham ko'rdi, tanidi. Siz Abdulla Oripov obrazida namoyon bo'lishi, sizga Abdulla Oripov obraziga kirishingiz qiyin bo'lmadimi? Qanaqa jarayon bo'lishi? Juda qiyin bo'ldi. Men aktyor emasman. Bu sohada ta'lim olmaganman. Ko'nikmalarim yo'q edi. Lekin rejissyorni o'sha kengashli tanlovdan keyin albatta bunga o'zimda ham qiziqish bor edi. Lekin men unday qiyinligini bilganimda boshida rozi bo'lmasdim o'zi. O'sha film jarayonida Muzaffar Erkinov rejissyorimiz, keyin Karim Mirxodiyev, meni ayolim rolidagi Rayhona Asadova aktrisamiz,
iste'dodli qiz. Mana shu 3 kishidan juda minnatdorman. Endi albatta rejissyorning mehnati ko'p, lekin Karim aka ikki og'iz gap bilan menga dars berib qo'ydi-da. O'sha Karim aka bilan birga sahnada o'ynagandan keyin ishlarimiz ancha osonlashdi. Farhod Abdullayevning foydasi ko'p bo'ldi menga. Mana shu ustalarni yonida bir rol o'ynaganday bo'ldik. Abdulla Oripov hayotini yashab o'tib chiqargan xulosalaringiz qanaqa bo'ldi? Oldin Abdulla Oripov shaxsini tanigansiz. Men Abdulla akani tanimas ekanman filmgacha. Bo'lmasa yonlarida yurganmiz. 3 yil, 4 yil mana shu yerda qo'shni bo'lib yashaganman. Ko'p suhbatlarda bo'lganmiz. Dasturxondan ko'p marta taom yeganmiz. Lekin kinoda tanidim. Abdulla Oripovning rolini o'ynash shuncha qiyin ekan, u Abdulla Oripov bo'lib yashashning o'zi qancha qiyinligini sal bo'lsa ham his qildim. Millatning juda katta shoiri, katta fidoyi bir shaxsiyati, xalqimizni mustaqillikka olib chiqishda ruhiyatini tayyorlab bergan g'allomat shaxs. Chin ma'noda mustaqillik me'morlaridan biri edi. Bejizga davlat madhiyasi ham, muallifi ham u kishi emas. Men Abdulla akani qanday yo'lda bosib o'tganini his qildim. Biz tayyor yo'lda ketyapmiz hozirgi yoshlar. Bu yo'l ochilishi qiyin bo'lgan. O'sha G'afur G'ulomlar, Oybeklar, Hamid Olimjon kabi salaflarimiz boshlagan, Erkin Vohidov, Abdulla Oripovday ustozlarimiz ochgan yo'l bu. Keyingi avlod, masalan, Usmon Azim, Shavkat Rahmon, Xurshid Davron, Murod Muhammad Do'st, Halima Xudoyberdiyeva kabi ustozlarimizni yo'lidamiz. Bu og'ir, mushkul, zahmat ko'p yo'l. Bunga mard bo'lib yurish kerak. Abdulla akani bittagina so'zi bor. Bu adabiyot dargohi bo'lgandan keyin oyoqlarni artib kiringlar deydi. Shu gapni o'zi yetadi. Juda ham kam sonli shoirlarga berilgan xislat zalvorli, ma'nolarini chaqish uchun ancha muddat ketadigan she'rlar yozasiz. Mana shu she'rlaringizdan daromad topishni ham hech o'ylab ko'rganmisiz? Deylik, she'rni yozib turgan payti mana shu she'rim men uchun mana shuncha foyda keltirishi mumkin deb hech xayolingiz keltirganmisiz? Meni boshqa qayg'um yo'q o'zi. She'rdan qorin to'ymagan. O'sha 25 asrlik adabiyot tarixida shoirlarga shohlar in'om qilib turgan, sarpo yopgan, boshqa bo'lgan. Hamma davrda ham bunday bo'lmagan. Shoir doimo mazza qilib yashamagan. Buni daromad deydigan bo'lsak, boshqa mehnat turi bilan shug'ullanish kerak. Masalan, men jurnalistman, maosh olaman, qalam haqi olaman, yozgan maqolalarimga, tahrir qilganlarimga shuni ortidan kun kechiraman. Lekin she'rga suyanib qolish kerak emas. Chunki u bir Xudo bilan yurakning o'rtasidagi yashirin savdo. Lekin xalq bor ekan, hukumatimiz bor ekan, mehribon, samimiy muxlislar bor ekan, she'rdan ham daromad bo'lib turadi. Shu she'rimni yozsam, falonchi mashhur hofiz shuncha qo'shiq qilsa-dayin, keyin menga shuncha daromad keltirsa degan niyat bu yaxshi niyat emas. Bu bir kasiblik bu. Bu shoirning ishi emas. Shoirlardan juda balandda turish kerak. Rizqni Alloh beradi. Shunday bo'lgandan keyin she'rni ham Alloh beradi. 4 ta so'zni bir-biriga o'pishtirib, qopishtirib bir 8 qator she'r yozib bersinchi. Ko'p aytganman, nima uchun Sa'diy, Hofiz Sheroziy, Sa'diy Sheroziy, Rumiy, Navoiy jomiylarni ijodi o'lmaydi. Bugun ham o'qilaveradi. Ularning o'lmasligi ham, barhayotligi ham millatlarda sharq xalqlarini, butun dunyo xalqlarini ma'naviy tarbiyalab kelayotganining o'lmasligining siri ham ular nima ishlagan bo'lsa Xudo uchun qilgan. Xudoning roziligi uchun qilgan. She'r shunday bo'lishi kerak. Yaxshi shoirmi? Iste'dodi o'rtachami? Lekin u shunday xonisallo
deb qog'oz bilan yuzma-yuz bo'lmasa, u she'ri juda tez zavolga uchraydi. She'rni ortidan o'zi ham. Bunday shoirlarni ko'pini bilamiz. Siz hozir nomini aytsam eslolmaysiz ham hatto. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Bu rizq manbasi emas. Shodmonqul Salom o'zbek tilida ijod qilib, o'zbek tili rivojiga hissa qo'shmayotgan yozuvchi, ijodkorlarga nima deydi Shodmonqul Salom degan savol keldi. Sergey Davletov degan yozuvchi bo'lgan. Rossiyalik bo'lgan, Amerikada vafot etib ketgan. Shuni bir zo'r gapi bor. Eng katta vatanparvarlik mas'uliyatni his qilish deydi. Shoir bo'ldingmi, tilni rivojiga hissa qo'shish. Publitsist bo'ldingmi, uni himoyalab chiq qalaming bilan. Bo'lmasa mas'uliyatni bajarmayapsan. Shunchaki tekinga yashayapsan. Bizi burchimiz bu. Bu til 60-70 million odam gaplashadi o'zbek tilida butun dunyoda. Ko'pdir ham balki. Bu tilni boyitib kundan kunga, uni rivojlantirib, xalqning ichidan iboralarni, so'zlarni yig'ib olishimiz kerak. Mana shu so'zlar bilan izohli lug'atlarimizni qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Xalqning ichida nihoyatda boy bir xazina bor. Bir yozmaydigan, savodi yo'q akademiklar bor xalq ichida. Shunday til uchun foydali bo'lgan nimalar bor. Yaqinda bir ish qildik. Yosh iste'dodli anchagina taniqli tarjimonimiz Said Jalol Saidimarovdan iltimos qildim. U o'ris tilidan o'zbek tiliga bir qancha romanlar ag'dargan, o'girgan. Unga Henri de Balzac fransuz yozuvchisini bir maktubini tarjima qildirdimda, o'sha tarjima 25 qog'oz bo'ldi. Buni tahriri jarayonida ayrim kamchiliklarni topdim tarjimonni go'yoki va suhbatlashdik, kelishib oldik. Juda endi bir bo'ladi hamma tarjimonda ham, so'z ustasida ham. Said Jalol bilan o'shanda gaplashdikki, bir kuni sen bilan Surxondaryoni Denovga borishimiz kerak, mol bozoriga. O'sha yerda mana diktofonni yoqib qo'yib, odamlarni savdo qilayotgandagi tilini tinglashing kerak. Shunchalar so'z ustasi bo'lib ketgan, bu professional yozuvchi ham bunday yo'yagi dallolday gapira olmaydi ba'zan. U har qanday odamga gap topib beradigan so'z ustalarida, so'z zargarlar, yangi so'zlar, yangi iboralar, yangi maqollar eshitasiz dedi. Keyin dedim bir kun yana Farg'onaga borish kerak-da, askiyachilarni askiyasini tinglab, ular yonida yurish kerak. U askiya o'zidan o'zi paydo bo'lgan san'at emas bu. Tagida so'z o'yini bor. San'at bor. Shuning uchun bu UNESCOning ro'yxatida turadi. Ana bu tilimizning qayerda xazinalari bor. Ana u o'choqlardan ijodkor kishi, jurnalist ham, shoir ham, tarjimon ham unumli foydalanib, uni sintez qilib yuragida asarlarda xalqqa qaytarish kerak. Bu bizni burchimiz. Shodmonqul Salom mashhur etnograf sifatida bilaman deyapti biror tomoshabin. Mashhur etnograf Surxondaryoni shivasini sindirmasdan, o'ldirmasdan saqlab kelayotgan bir inson sifatida bilaman. Ya'ni undan tashqari kamtar, kamsuqum odam. Buncha xislatni qanday qilib jamlagan? Endi o'zim ham hayronman bunga. Lekin etnograf degani ham biroz bahsli, etnograf emasman. Uning uchun maxsus ta'lim bo'lish kerak, ilm bo'lish kerak. Endi shu yurtni bir oshig'iman. Xalqning ichidagi hunari bormi? Cholg'u asbobi bormi? Yoki bir san'at turi bormi? Kurashi bormi? Oddiy nima jiyagi tikadi-yu, shunisi bormi? Men uchun qiziq. Menga Rishtondagi oddiy tuproqdan san'at yaratayotgan usta qanday qadrli bo'lsa, Boysundagi haligidan Janda degan matodan chopon to'qiyotgan opaxonam birday aziz. Shuning uchun bu yurt bizni ko'z qorachig'ida asrashimiz kerak bo'lgan makonimiz. U hech kimga berib bo'lmaydigan
boyitsa boyitadigan, lekin yo'qotmaydigan narsalari juda ko'p. Bunday narsalarni san'at qilishga xalqning hafsalasi, didi, san'atkorona bir nimasi hozir zamonaviy bo'lib ketdi hamma bola. Mana bu gilamlar ham sotib olinadi. Pardalar ham, kashtalar yo'qolib boryapti. Bularni eslatib turish kerak. Bu sabrni o'sha yosh qizchada, yosh kelinda bir toqatni, matonatni, hayotga muhabbatni, mehrni shakllantiradigan xizmat turlari. Bular shunchaki mehnat, daromad vositasi emas. Mehnat qilish davomiga tafakkurni ham rivojlantiradi. Tafakkurni rivojlantiradi, did yuksaladi. Shuning uchun ham bu narsalarni unutib qo'ymasligimiz kerak. Menga yaqinda bir do'mbira sovg'a qilishdi. Surxondaryodan Safar Shaydulov, O'zbekiston xalq baxshisining otalari mashhur usta buvamiz menga o'zimga atab do'mbirani yo'nib yozuvlari bilan o'yib yozgan. Endi qarab turing. Uning o'zi bor yo'g'i vazifasi kuy chiqarish. Va bu navo yuraklarga bir o'sha alpomishni, kuntug'mishni olib kiradigan sozda do'mbira sozlarning bobosi bu. Ohang orqali ruhiyatga ta'sir qiladi. Ruhga ta'siri. Ana shuning uchun birov daraxt ekadi, birov ustachilik qilib undan kesib, suvga tashlab qo'yib zahmat bilan boyagi cholg'uni yaratadi. Shuni ana u knopkasini bosib fonogramma eshitib yuraversa bo'lmasmidi? Bo'lmaydi. Unda qalb och qoladi. Qalbi och bo'ldimi, u yaxshilik keltirmaydi. Qalb ochligidan qalb bo'shliq paydo bo'ldimi? Hech qachon bo'shliq bo'lmaydi. Butun olamda bo'shliq yo'q. Hamma joyda ezgulik ketgan qalbga yovuzlik kirib keladi. Hissizlik. Gravitatsiyadan tashqarida hech narsa yo'q. Mana shuning uchun ham bu qalbni yorug'lik bilan, nur bilan to'ldirish kerak. Bo'lmasa o'rnini kibr egallaydi, g'urbat keltiradigan tuyg'ular egallaydi. Hasad egallaydi. Butun dunyoda bo'layotgan hamma fitnalarni, urushlarni tagida shaxslarning qalbidagi kibr, hasad, men sendan kammanmi degan narsa. Ular insonni kelajagini, taqdirini o'ylamayapti. Ular manfaatlar to'qnashuvi. Boshqa hech qanday dardi yo'q. Siz o'zingizni tanimagan davraga tanitish qanchalar oson, o'zingizni tanishtirish. Men falonchaman deb tanishtirish qanchalik qiyin? Oson va qiyin jihatlari. Bu haqda o'ylab ko'rmagan ekanman, lekin men kun bo'yi ham tanimay suhbatlashib yuraveraman kim bilan bo'lsa ham. Meni bilishi muhim emas, men bilsam bo'ldimi. Men undan nimadir olaman. Hech bir qiziq holat yuz bergan mana shu sizni tanimagan bo'lib turadi. Yaqinda bir qiziq voqea bo'ldi. Mana shu o'zimiz Qibray tumanida Surxondaryo safardan kelgan edim. Sochim ham biroz o'sgan, qorayganman quyoshda. Boshimda kepka bilan bir qadrdonimizni tug'ilgan kuniga ketayotgandim. Yo'lda chetida, hovlilarda ortida, hovlisining orqasida yer ag'darayotgan kampir bor ekan. Turgan ekan, keksa, nuroniy ayol. Salom berdim u kishiga. Bu ham tabassum qilib, alik oldida, "Falon, bu yoqqa kel" dedi. Bordim. Shuncha joyni ko'rsatdi. Shuni dedi. 4 yil chuqurlikda ag'darib tuproqni olib ber dedi. Go'ng qora solib ko'mishim kerak dedi. Men aytdim, men bu yerga ketyapman, men bunday ish qilmayman desam. Baribir ish izlab ketyapsan-ku, bolam 100 ming pul beraman dedi. Kuldimda ancha bo'lgan haligi belkurak ushlamaganimizga ancha ishladim. Bir qavat olib bo'ldim. Kampirda bo'lsa ozitinmay o'zi haqida, oilasi haqida gapirib turibdi. Qizi mehmonga qidirib kelgan ekan, o'sha qizi gul olib ketdi. Ekishga. Qizi endi keyingi avlod vakilida, bizdan yoshroq bir ayol kishi ekan ular. Menga qarab turib, siz dedi, falonchi kinoda rol o'ynagan emasmi dedi. Ha, men desam.
keyin haligi o'qimagan bolalar she'rimiz roli ko'p, biroz mashhur bo'ldi. O'qimagan bolalarni ham siz yozgansiz dedi. Ha desam, voy oyi kimda ishlatyapsiz, qo'yib yuboring, bu kishi shunaqa odam deb ketdi. Voiz bo'lsa, hech boksi yo'q, tugatib qoldingiz dedi. Men ham bir bel chiqqanlikda olib berdimda, bo'ldi dedim, pul kerak emas, men ketdim deb. Shunaqa holat bo'ldi. O'sha sizni shu yerga to'xtatgan mana deylik siz shoshib turibsiz, tug'ilgan kun ketyapti. O'sha ishni qilishga majbur qilgan, to'xtatgan tuyg'u nimaligini tushundingizmi? O'sha onani yuzdan o'tolmadim. Satrim bor, yozganiga amal qilish kerak shoir. Onayu bolada begona bo'lmas deydi. Mayli, bir ozgina terladik, qaytamga yaxshi bo'ldi. Keyin o'rganib qoldim. Yana bir safar aylanib, ish so'rab borib, biroz o'tirib berdim. Jismoniy harakat bo'ladi. Qaytamga ham foydang tegadi. Miya dam oladi. Aslida mana shu she'rlarda hamma she'ri zaminida yotgan bitta narsa nima deb o'ylaysiz? Bu nekbinlik. Nekbinlik. Izohlab sharh beradigan bo'lsam, ezgulikka niyat bu. Yaxshilikka niyat. Namozga niyat qilganday ezgulikka niyat, mana shu nekbinlik. Zamirida nekbinlik bo'lmasa, u she'rda siri ochilib qoladi. Men seni sevaman, ishonasanmi sevgilim, jonim, kechasi tushlarimda ko'raman degan bilan qilt etmaydi yurak. Nimaga? Chunki u sevmaydi uni. U bir ikki marta o'pib qochib ketmoqchi. Shuning uchun unga meni ishonmayman, ishontira olmaydi meni. Tuzoq. Men seni sevmayman ham, men kerak emassan menga, lekin nimagadir esimdan chiqmayapsan, unutib ketolmayapman desa, bir gap bor bunda. Eng yaxshi she'ringiz, masalan, shoirda bitta she'r esiga qoladi-da, deylik o'shani qanday yozgani, qanday yig'lagani deylik, qanday xayol qilgani, mana shu bitta she'r bilan yashaydi shoir ba'zi payt. Mana shu sizni hayot davomingizga o'zingiz bilan birga qayerga borsangiz yodingizda yuradigan she'ringiz qaysi? Men ko'pchilik she'rlarim men bilan doim birga yuradi. Yo'llarda tinglab, qayta o'qib, peshlab, pishitib ketaveraman. Eski bo'lsa ham, avval yozilgan bo'lsa ham. Buni birontasini menga qadrdon bo'lmagani yo'q. O'ladigan she'r o'z vaqtida o'ldirib yuboriladi. Ustozimiz Sirojiddin Said aytadilar. Shoir 30% chegirma bilan yashash kerak deydi. Ya'ni 100% bo'lsa bir ana shuncha she'ring bo'lsa, 100 ta she'r bo'lsa, shuning 30 tasidan voz kecha olgin. O'shanda sara qoladi. Albatta Balzakda 100 tom asar yozish kerak emas. Yaxshi narsa qolsin. Bir qo'shiq qoldi-ku, bir o'zbegim degan qo'shiq Erkin Vohidovdan qancha boshqa yaxshi qo'shiqlari, she'rlari bor, lekin o'sha o'zbegim odam ko'klarni ko'tarib ketdi-ku. Bu o'zbegimda, O'zbekiston vatanim menimda she'rlarni ijrosi bo'lgan qo'shiqlarni tinglab turish kerak uylarda. Uylarda baland ovozda qo'yib qo'yish kerak. Dam olish kunlarida bu farzandlarni qalbiga singib boraverish kerak. Nimaga gruzinlar bir kichkinagina mamlakat, bir ozgina aholisi ham kam, lekin hech jilovni bermaydi birovga. Sababi milliy ruh baland. Gruzin qizi, gruzin yigiti gruzin qiziga uylanganda uni sepiga bizdagidek qimmatbaho tilla taqinchoqlar solmaydi. Yo'lbars terisini yopingan pahlavonni kitobini soladi. Sepiga qo'shib beradi. Sepga qo'shib beradi. Biz qachon alpomishni sepga qo'shib beramiz? Qachon o'tgan kunlarda sepga qo'shib beramiz? Mana endi urf bo'lyapti, yaxshi baribir. Rahmatli shayximizni, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini kitoblarini sepga qo'shib berish, yoshlar nikoh unashtirgan kunlarda baxtli oila boshqa kitoblarni qizlarga, yigitlarga sovg'a qilish odatga kiryapti. Bu kerak.
inson ikki oyoqda yurgan bilan ikki oyoqda yurganda hammasi odam emas. Ishoning. To'rt oyoqda yurganda hammasi yerga urib bo'lmaydi. Hammasi hayvon emas. Shuning uchun shunday umr yo'lida tartib, intizom, ma'rifat bo'lishi shart. Bu bizni Xudo oldidagi burchimiz. Buni bizga savol berilgan. Buni javobini so'raydi. Ijodkor sifatida o'z yo'nalishingizni topgansiz, o'z qanaqa yozishni bilasiz. Ijodkorlar ichida yetishib kelayotgan Shodmonqul Salom bormi? Hech ko'ra oldingizmi birorta Shodmonqul Salomni? Shodmonqul Salomdan zo'rlari ham ko'p. Xudoga shukr. Bu iste'dodli xalqmiz. Bizda shunday yoshlarimiz bor. Shoirlar ichida ham, nosir prozaiklar ichida ham men umid qiladiganlarim juda ko'p. Birini aytsam biri xafa bo'lishi mumkin. Ammo bittagina meni ulardan farqim, meni biroz yoshim katta. Necha marta surinib, o'rnimdan turib, ustimda qoqib, yo'lim topgan bo'lsam, ustozlarni ko'magi, himoyasi, tajribasi bilan xuddi shunday yashab o'tish kerak. Avval ham aytganman, keyin ham aytaman. Buni aytish kerak. 3 ta muhabbat haqida, 5 ta vatan haqida she'r yozib, shunday she'r yozib bo'lib, prezident apparatining derazasiga qaramaslik kerak. Menga mustaqillikda nima unvon berar ekan. Mana shu qalamni seni qo'lingda turganligi eng katta unvon asli. Haligi aytaman, shoirga she'r kerak, xotinga er kerak. Men kerak bo'lsa birovni tomorqasida ishlab ham ro'zg'orimni boqishim kerak. Men bo'lishim kerak. Jurnalni qara mehnatini qilishga majburman. Chunki men u yerda rizqim kechadi. Buni she'rga aloqasi yo'q. Men she'rimni qachon yozib, qachon mukammal qilib, qachon e'lon qilsam, bu meni o'zi Xudo oldidagi burchim. Ana oila oldidagi burch boshqa. Masofalar yo'qolgan bir davrda yashayapmiz. YouTube orqali to'g'ridan to'g'ri ko'rsatishimiz mumkin, diydorlashishimiz mumkin. Barcha tinglovchilar, tomoshabinlar, she'rga, ko'ngilga, nurga oshiq bo'lgan barcha yurtdoshlarimizni, xonadonlariga tinchlik tilayman birinchi o'rinda. Qalbiga ma'rifat tilayman. Nekbin bir farzandlar tilayman. Mendan nima kutsa, o'shanga men quvvatim yetguncha bajarishga intilaman. Vazifam shoirlik, qalam bo'lgani uchun bu qalamga xiyonat qilmaslikka, o'tkinchi narsalarga mazaxo'rak bo'lib qolmaslikka intilaman. Doim mana shu narsani o'zimga talab qilaman. Xudo yo'l bersa, mana shu yil 2025-yilda bir emas, 2 ta kitobim chiqarish rejalashtirganman. Ular ikkalasi ham yangi she'rlar kitoblari. Qolaversa boshqa ijodiy rejalar ham bor. Ularni ham amalga oshib ketaverganda yana oshkor qilamiz. Rahmat.